bu asha shirkka taalluqli bo'lgan amallardan 3 tasini keltiryapti. Bittasi ruqiya. Inna ruqo. Ruqo bu ruqiyani jami, ko'pligi. Ruqiyani shirk deyapti. Demak, ruqiya ham 2 xil bo'lar ekan. Haloli bo'lar ekan, haromi bo'lar ekan. Ya'ni ruqiya degani o'zbekchasiga dam solish deydi. Dam soladi-yu. Bu asha Qur'on o'qib dam soladigan bo'lsa yoki payg'ambar alayhisalomdan vorid bo'lgan hadislar bilan dam soladigan bo'lsa, bu joiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga ham dam solingan, Jabroil kelib dam solgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nabiralarini ertalabda o'tkazib olardi tizzasiga Hasan, Husayn roziyallohu anhumlarni. Bismillahi urqik min kulli shayin yuzik, Allohu yashfik degan ruqiya qilar, dam solardi. Keyin qul auzu birobbil falaq, qul auzu birobbin nas suralar tushgandan keyin shularni o'qib nabiralariga dam solganligi bor. Yoki bo'lmasa Abu Hurayra roziyallohu anhu ham bir kun olib qo'yganda, menga Jabroil dam solganda qilsang ham dam solib qo'yaymi deb turib, Jabroil dam solganda o'qib dam solgan Abu Hurayraga. Bu ham kelgan. Demak, dam solishlik 2 xil. Agar Qur'on oyatlari bilan bo'ladigan bo'lsa, bu joiz. Yoki odamlar tushunmaydigan kalimalar, arabiy bo'lmagan kalimalar bo'lsa, yoki shu shaytonda, jinlarda ismlari bilan dam soladimi, jinkashlarga borsa, folbinlarga boradigan bo'lsa, ke deb shu ke bilan boshlanadigan kalimalar bilan dam soladi. Demak, bu shirk. Chunki ularning duolarida Allohdan boshqadan panoh so'rash bor. Shirk kalimalar yoki sehr bo'lishi mumkin, sehr. Shuning uchun bunaqalar bilan dam solish ma'nosi tushunilmaydigan tilsimot deydi yoki talosim deydi. Bunaqalar bilan dam solishlik bizda ahli sunna va jamoat aqidasida shirk deyiladi. Mumkin emas.